Assalomu alaykum. Bugun kechki ovqatga nima tayyorlasam ekan deb o'ylovdamisiz? Unda sizga eng ajoyib retseptlardan bittasi. Bu ovqatni tayyorlab, dietam ham esimdan chiqib ketib, paqqos tushiribman. Yorimnicha gapirmasa ham bo'ladi. Qaynoqligida sovuslarga botirib yesangiz bormi? Bir marta tayyorlab ko'ring. Mazasi og'zingizda qoladi. Bismillah deb ishimizni xamir qorishdan boshlaymiz. Idishga un, 2 choy qoshiq drojja, 300 ml iliq suvga 1 choy qoshiq tuz solib aralashtirib, yumshoq xamir qorishdan boshlaymiz. Xamirimizni qorib olganimizdan so'ng o'rab, oshishga qo'yib qo'yamiz. Xamirimiz damini olguncha 300 g mol go'shti, qo'y yog'i, 2-3 dona piyoz, ziravorlar va yarim piyola suv solib qiymasini tayyorlaymiz. Xamirimizni yaxshilab damini olib, oshgandan so'ng xamirimizni shunaqa kichkina zuvolachalarga bo'lib, yana 10 minutdan beramiz. So'ng zuvolachalarimizni xuddi videoda ko'rsatilgandek chetlarini yuqoriroq, o'rtasini qalinroq qoldirib, qiymamizdan solib, chetlarini bir-biriga mahkam qilib yopishtirib, tegini ochilmaydigan qilib yopib, barchasini tugib olamiz va qizigan yog'da 2 tomonini qizartirib pishirib olamiz. Qovurib olgan mantilarimizni oxirgi jarayon, ya'ni manti qasqonga terib, 30-35 daqiqa bug'da pishirishga yuboramiz. Sosini tayyorlab olamiz. 2-3 dona pomidor, ko'kat, 2-3 dona sarimsoq piyoz, ozgina shunaqa lechu ketchupidan soldim, yarim piyola suv solib, sosimizni tayyorlab olamiz va ikkalovini dasturxonga chiroyli qilib tortiq qilamiz.